Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar so'ragan o'sha mashhur Aflatun majunini original retseptini ko'rsatamiz. Aniq manbadan olingan. Ko'pgina kitoblarda bular o'zgartirib olingan. Bunga bizga kerak bo'ladi, albatta birinchi o'rinda toza tabiiy asal, 150 gram uzun murch, 100 gram qoqila, 100 gram xoju kerak bo'ladi, 150 gram sariq xalilani toza archilgan po'stlog'i, 125 gram omila, 300 gram qora sedana, 300 gram zanjabil, imbir kerak bo'ladi. Bu hamma mahsulotimizni miksirdan o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi, kofemolkada maydalab. Hamma mahsulotlarimizni kofemolkadan maydalab oldik. Endi toza asal qo'yib qorib olsak bo'ldi. Zahiriddin Muhammad Boburni tabibi Yusuf Hakim aytadiki, bu majundan yegan odam birinchi oyda oq sochlari qorayadi. Qora bo'lsa oqarmaydi. Ikkinchi oyda ko'z nuri, quvvati oshadi, ravshan bo'ladi. Ba'zi bir odamlar yeganda yulduzni kunduzi ko'rishga muvaffaq bo'lgan ekan. 3-oyda uni so'zlari fasohat va balog'at yetuk so'zlaydigan inson bo'ladi. 4-oyda uni tomirlari ochilgan bo'lsa, islohga keladi. 5-oyda g'am va qayg'ulari yurakdan ketadi va xushxollik yuz beradi. 6-oyda chipqon va shunga o'xshash badandagi har qanday jarohat ketadi. 7-oyda xotira quvvati oshadi va aql ko'payadi. 8-oyda bavosil illati butunlay ketadi. 9-oyda nimani eshitsa yodlab qoladi. Esdan chiqqanlari qayta esiga tushadi. 10-oyda badanidagi barcha dardlar ketadi. 11-oyda shahvat shu qadar oshadiki, 40 ta qizni ham xushnud qiladi. 12-oyda uning yuzlari shu qadar porlab ketadiki, bu holat hatto yoshligida ham yuz bermagan bo'ladi. Majunning bazasi tayyor bo'ldi. Eng original majun shu bo'ladi. Kasalliklarga qarab, misol uchun yurak kasalliklariga kardamon, bo'g'im kasalliklariga mumyo, kavrak, farzand talablariga jensen, Hindistonning sumbulasi, har xil narsa qo'shib o'zgartiriladi. Lekin baza shu. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaveringlar. Bizda har turli majunlar sotuvda mavjud.